Hürmetli vatandaşlarım, ikinci leksiyani sözleyle. Soğuk uğraşı Cumhur'un iktisada qandaq ta'sir ko'rsatdi? Mavzuli xabar 4-ayning 18-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington, Amerika Cumhur ikki davlat o'rtasida savdo masalasidagi jiddiy munosabatlar borgan sari keskinlashmoqda. Tashqari dunyoda bu ikki cho'ng savdo davlati o'rtasida savdo urushi portlashdan kishilar ansirayotir. Mutaxassislar mundaq hisobladi. Ikki davlat o'rtasida savdo urushi portlagan hamon eksport Cumhurda avval zarbaga uchraydigan soha bo'lib qolmasdan savdo urushining uzun muddatli ta'siri Cumhur iqtisodiga misli ko'rilmagan darajada xiras elib keladi. Gerçi Amerika Cumhur ikki davlat maslahatlashib ish ko'rish vaqtimiz bor, makomi bor deyilgan bo'lsa-mu, lekin dedi mutaxassislar mundaq hisobladi. Cumhur o'tirib qo'ygan strategik plan Cumhurda yasaldi 2025 plani to'g'risida Amerika bilan Cumhur har qanday ahvolda birlik kelanmaydi. Savdo urushi boshlangan hamon Cumhurning eksporti zarbaga uchraydi. Amerika Qo'shma Shtatlari savdo ministerligi Amerika shirkatlarining Cumhur uchun aloqa uskunalari sherikati Zhongsheng shirkatiga Amerikaning zapchas mahsulotlari texnikalarini setib berishni chekladi. Amerika bilan Cumhur o'rtasida savdo surkilish borgan sari keskinlashdi. Cumhur Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying 17-kuni Amerika savdo ministerligining cheklash buyrug'i to'g'risida to'xtalganda ogohlantirib mundaq ko'rsatdi. Agar Amerika taraf iqlimga qarshi harakatni davomlashtirib, o'zi xohlagancha ish qiladigan bo'lsa, Cumhur taraf sapras turib, qaysarlik bilan qilichini yalang'ochlaydi deydi bu Hua Chunying bayonotchining gapi. Amerika Import-Export bankisining hisobotlar doktori Mayinli mundaq hisobladi. Savdo urushi boshlangan hamon Cumhurning eksporti va milliy daromadi og'ir ta'sirga uchraydi. Emgak kuchi bozori va tovar mahsulotlari bahosi zo'r o'zgarish yuz berdi. Demak, emgak kuchi tovar mahsulotlarining bahosi bu yerda kapital emgak vositalarining o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda intayin zo'r o'zgarish yuz berdi. Doktor Manli mundaq ko'rsatdi. Men egallagan sonliq ma'lumotga asoslanganda Cumhurning Amerika eksport qilgan tovar mollari Cumhur eksporti umumiy miqdorining 23%ni egallaydi. Butun dunyoga eksport qilayotgan Cumhur uchun aytganda 23% Amerikaga qilingan eksport bo'ladigan bo'lsa va qoldi normadan tashqari sanay vatandoshimay og'ir gap bor. Shunga bu savdo, masalan, Cumhur Amerika savdosi dunyoda birdan bir savdo deyishga bo'ladi. Demak, 23% ni egallaydi. Milliy daromadning 4%ga barobar. Masalan, milliy daromad deganda butun Cumhur mamlakati milliy daromadining 4% Amerika Cumhur savdosidan keladi deganlikdir vatandoshlar.